Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Hakimova Nigina bo'laman. Bugun sizlarni tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimotim bilan tanishtirib o'taman. Mavzu: maxsus ta'limda tarbiyaviy ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchining vazifalari. Men bunda 4 ta reja tanlab oldim. Rejalar maxsus ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarning mohiyati va tashkilotchining o'rni, tarbiyaviy jarayonni rejalashtirish va metodik boshqaruv vazifalari, ota-ona, pedagoglar va mutaxassislar bilan hamkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, monitoring, nazorat, tahlil va natijadorlikni oshirish mexanizmlari. Maxsus ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarning mohiyati va tashkilotchining o'rni. Maxsus ta'limda tarbiyaviy ishlar bolalarning individual rivojlanish ehtiyojlari, psixofiziologik xususiyatlari va mavjud nuqson turlarini chuqur hisobga olgan holda olib boriladi. Bu jarayonda tarbiyaviy ishlar tashkilotchisi markaziy boshqaruv vazifasini bajaradi. U nafaqat tarbiyaviy tadbirlarni tashkillashtiradi, balki tarbiyaviy jarayonning mazmuni, shakli va metodlari bolaning imkoniyatlariga moslashtiriladi. Tashkilotchining asosiy roli ta'lim muassasasining umumiy tarbiyaviy siyosatini yo'naltirish, maxsus pedagogik yondashuvni shakllantirish va pedagoglar o'rtasida uzviy hamkorlikni ta'minlashdir. Masalan, aqli zaif bolalar bilan ishlashda ko'proq ko'rgazmali, amaliy, hissiy, ta'sirchan texnologiyalar qo'llanadi. Kar bolalar bilan esa vizual motor mashqlar, imo-ishora tiliga mos kommunikatsion vazifalar ustuvor hisoblanadi. Tashkilotchining tarbiyaviy ishlar mazmuniga nisbatan asosiy nazariy talabi har bir bola uchun shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, psixokorreksion qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan pedagogik tizimni ta'minlashdir. Misol uchun, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun haftalik ijtimoiy moslashuv kuni tashkil etilib, unda mimika, pantomimika, jamoaviy muloqot o'yinlari va kundalik hayotda qo'llaniladigan so'z amaliy mashq qilinadi. Tarbiyaviy jarayonni rejalashtirish va metodik boshqaruv vazifalari. Tarbiyaviy ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchi yil davomida tarbiyaviy jarayonning batafsil rejasini ishlab chiqadi. Reja quyidagi yirik yo'nalishlarni qamrab oladi: tarbiyaviy ishlarning aniq maqsad va vazifalarini belgilash, bolalarning intellektual, axloqiy, estetik, mehnatga bo'lgan munosabatini shakllantirish, maxsus ehtiyojli bolalarda mustaqillik, o'z-o'ziga xizmat ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuv va kommunikativ kompetensiyalarni oshirish hisoblanadi. Tadbirlar tizimini ishlab chiqish. Tashkilotchi tarbiyaviy tadbirlar, ma'naviy, ma'rifiy uchrashuvlar, maxsus rivojlantiruvchi treninglar, korreksion mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan kalendar rejalar tuzadi. Har bir bola tadbir psixik rivojlanish darajasi va qobiliyatiga mos ravishda shakllanadi. Metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash. Maxsus adabiyotlar asosida tarbiyaviy mashg'ulotlar uchun ko'rgazmali materiallar tayyorlash, pedagoglarga individual metodik tavsiyalar berish, kognitiv rivojlanish darajasi past bo'lgan bolalar uchun soddalashtirilgan ko'p takroriy mashqlarni ishlab chiqish. Aqli zaif o'quvchilar ranglarni ajratish va moslashtirish mavzusida sensor rivojlantirish mashg'ulotlari uchun rangli kartochkalar, predmetlarni birlashtirish testi va mantiqiy bog'lanishlarni topish o'yinlari tayyorlanadi. Ota-ona, pedagoglar va mutaxassislar bilan hamkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish. Tarbiyaviy ishlar tashkilotchisi oila, maktab va mutaxassislar o'rtasidagi ko'prikdir. U ota-onalar bilan yaqin hamkorliksiz tarbiyaviy jarayonning samaradorligini pasayishiga yaxshi biladi. Ota-onalar bilan ishlash. Muntazam uchrashuvlar, seminar, treninglar o'tkazish, bolaning uy sharoitidagi o'rganish faoliyatini tashkil qilish bo'yicha amaliy maslahatlar berish,
ota-onalarni korreksion rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga jalb qilish, pedagoglar va mutaxassislar bilan hamkorlikda tashkilotchi, logoped, psixolog, defektolog, ijtimoiy pedagog, shifokor bilan birgalikda individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqadi. Ular o'rtasida axborot almashinuvi, kuzatuv natijalarini tahlil qilish va bolaga moslashtirilgan yondashuvni shakllantirish ustuvor sanaladi. Monitoring, nazorat, tahlil va natijadorlikni oshirish mexanizmlari. O'qituvchilarning rivojlanish dinamikasini o'rganish, psixolog diagnostika va ma'lumotlari, kuzatuv kundaliklari, korreksion mashg'ulotlar samaradorligi, tarbiyaviy tadbirlar sifatini baholash, tadbirlarning metodik jihatdan to'g'ri tuzilishi, o'quvchilar faolligi va ishtiroki, natijaviy ko'rsatkichlar, xulqdagi ijobiy o'zgarishlar, mustaqillikning oshishi, kommunikativ ko'nikmalar kengayishi va boshqalar. Tahlil asosida takomillashtirish choralari. Tashkilotchi tarbiyaviy jarayonning ahvoli bo'yicha yillik analitik hisobot tuzadi va zarur bo'lsa yangi metodlar joriy qiladi, moslashtirilgan o'yin texnologiyalarini kengaytiradi, o'quvchilar bilan individual ishlar tizimini kuchaytiradi. Bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.